500 ming so'm pul mukofotini yutib oldi Zoya opa. Assalomu alaykum Zoya opa, yaxshimisiz? Salom, yaxshi. 12.65 dan taksi chaqirdingiz. Birdingizlar chaqiramanmiz. Nima yutib oldim deb o'ylab turibsiz? Bilmasam endi. Instagramga kirasizmi? Telefonim ekran sinib kiraman. Nima yutib oldim deb o'ylab turibsiz? Taksi chaqirganingiz uchun просто tak. Bilmayman-da nima ekanini, Xudoga bergan. Ko'pchilik qachon menga tushadigan shu deb kutib beradi, lekin siz bilmay turibsiz. Qayermisiz Zoya opa? 1 2 3 500 ming so'm pul mukofotini yutib oldi Zoya opa. Xursandman, hech kutmagandim asla. Biroqtini biri o'tib olganini ko'rdim. Ko'rdingizmi? Ha, Rostmi ekan? rost ekan. Aytib qo'ying o'zingiz bir fikrlaringizni. 12.65 ga omad. Ularni podpisatsiya bo'lib qo'yinglar, menda taksi chaqiringlar, 500 ming so'm o'tiranglar. Kutmagandim rostdan haqqani ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Söylay olmay turibman-da, men umuman kutmagandim rostdan. Kutilmagan sovg'a bo'ldi. Ha, bolalarni aylantiraman. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana biz bir bolalarning quvonchiga ham sababchi bo'ldik desam adashmagan bo'laman. Xudo qalasa 12.65 dan xalqimiz foydalanishini tavsiya etasiz. Tavsiya etaman, doim 12.65 ning mijozi bo'linglar, chaqiringlar. Mana shunday sovg'alar ulashadi ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Hozir biz neredamiz Zoya opa? Prodada, Gazon yag'inda 14-brigada. Bu yerning любой точкасынан turib chaqiring taksini. Siz keyingi omadli insonimiz bo'lib qolishingiz mumkin bo'ladi. Ilmira opamizga o'xshab xudo qalasa. Biroq shu 3-4 kundan beri telefonim ekrani sinib qoldi. Yaxshi bo'ldi. Telefonim ekranini uzattiraman, bolalarimni aylantiraman. Gap bo'lishi mumkin emas. Borajaq manzilingizga taksimiz besplatno ham yetkazib qo'yasiz. Yaxshi, rahmat. Ko'rib turganingizda Ilmira opamiz bilan omadli insonimiz bo'ldi, ketib qo'yadir. Siz ham keyingi omadli insonimiz bo'lishingiz mumkin bo'layotgan. Taksi chaqirish vaqti 12.65 chaqirishni unutmanglar. Go!